Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Zohidjon kanalining qadrli obunachilari. Bizni doimiy kuzatib qo'llab-quvvatlab turuvchi aka-ukalar, qadrdonlar. Xudo xolisa bugun mana hafta kuniga yakshanba 11-yanvar 2026-yil biz Namangan viloyati Chustmol bozorida sizlar uchun mana boqma yosh ko'chat muvosi boriki hammasini narx-navosi sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, obuna bo'ling. Akila podpisatsiya tugmachalari bo'ladi. Shuni bosib, bizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchadan chap qo'ysanglar kelar biz chiqarib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar kelar. Xudo xolisa sizlar uchun chiroyli videolar tayyorlashga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqadigan bo'lsa, video davomida bir dona shu like bosib, o'z taklif, fikr mulohazalar bo'lsa, kommentariyada bildirib o'tishingiz mumkin ekan. Mashina bo'lsin sotildi. Aka necha pul bo'ldi shu? 18,5 million so'mga akalar sotildi. Necha kurak aka? Kurak chiqmagan ekan. Boqishga oldinglarmi aka buni? Mana 18,5 million so'mga. Bo'yi 1.20 atrofida chiqib qoladi. Ularga oshiq qolamizda. Aqchalilar qachga ketdi bu aka? To'raqo'rg'onga ketdi. Aqchalilarnikimi bu? Aqchadan akalar To'raqo'rg'onga ketdi. 18,5 million ha? Adam turkisi. Zohidjon aka. Hop, bo'lmasa sekin biz qo'ldan kelgancha rahnamolarni yetkazib boraveramiz. Video davomida oxirigacha videoni ko'rish maslahat beramiz akalar. Chiroyli qilib ko'rsatib beraveramiz akalar. Ketdi yo'g'onda mashina o'qimizdan 5 atrofida chiqib qoladi o'xshamiz. Aka necha pul ekan narxi? 20 million deyapsiz, kammi? Qancha berdi bozor? 17 bilan 18 gacha. 17 bilan 18 gacha keladi. 20 million so'm narx aytilyapti. 17 bilan 18 gacha keladi. Savdosi bo'lyapti, berilmayotgan joydan ekan. Bu 1.5 atrofidagi o'xshamiz. Rahmat aka. Xo'p, keyingi o'xshalarimizni ko'rsatamiz akalar. Bo'ylari 1.20 atrofida chiqib qoladi. Necha pul ekan aka? 20 million kam. Qancha berdi bozor? 18 million. 20 million kami bor. Bozor 18 million savdosi. Bu 1.20 boqmani bo'lsa kerak, boqsa bo'laveradi bemalol. Zohidjon o'zi aka. Aka necha puldan ekan bular? 20 dan kami bor, ha. 20 million so'mdan kami bor narx aytilyapti akalar mana. Ko'rishingiz mumkin. Bo'yi 1.20 atrofida. Xo'p, keyingi o'simizni ko'rsatamiz. Bo'yi 1.5 atrofida. Aka necha pul ekan? 20 million kam bor ya. 20 million so'm kami bor ekan buni ham. Qancha berdi bozor aka? 19 million beryapti. 19 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti akalar mana. Ko'rishingiz mumkin. Ko'chat qilmoqchimiz. Rahmat aka. Hop, keyingi o'slarimizni ko'rsatamiz. Bular ham bo'ylariga keladigan bo'lsa, 1.20 atrofida chiqib qoladi mashina olasa. Manasi 1.10 atrofida. Necha puldan aka bular? 18 million. 18? Jupiga. Savdosi bo'ldimi? Qancha aka? 33 million, 38 million. Jupiga narx aytilyapti. 38 million narx aytilyapti, 33 million savdosi bo'pti akalar jupiga. Rahmat aka. Keyingi novosimiz bo'ylar 1.5 atrofida chiqib qoladi. Aka necha pul ekan bu? 21 million. 21 million so'm narx aytilyapti akalar. Qancha berdi bozor aka? 17,5 million so'm savdosi bo'pti, berilmayapti ekan akalar mana. Bo'yi 1.5 atrofidagi novosimiz ko'chat. Keyingi novosimiz rahmat aka. Aka necha pul ekan bu? 25 million kam. 25 million so'm kami bor narx aytilyapti. Qancha berdi bozor aka? 19 million so'm bozor savdosi bo'pti. Bu 1.20 atrofidagi berilmayapti ekan. Hop, keyingi novosimiz. Bo'yi 1.5 atrofida. Aka necha pul ekan narxi? 20 million kam bor. 20 million kami bor ekan. Bundan kelgancha ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bozor qancha berdi aka? 18 million savdosi bo'ldi. Mana. Yoshiga to'lganmi aka bular? Hali yoshiga to'lmagan ekan. 8 oylik 18 million savdosi bo'ldi. Mana ekan. Ko'rishingiz mumkin. Aka dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Yo'q. Nomer qo'yib qo'yamizmi? Nomer yo'qmi? Xo'p, bozoringiz bersin aka. Xo'p. Aka oldingizmi buni? Gaplashib. Yo'q, bizga emas. Xo'p.
Keyingi nuvosimiz akalar. Bo'yi 1 atrofida. Necha pul ekan aka? 25 million narx aytilyapti akalar. Qancha berdi bozor aka? 20 milyon 500 ming. 20 million 500 ming so'm akalar savdosi bo'pti. Berilmayapti ekan mana. Bo'yi 1.20 atrofidagi nuvoschimiz. Mana ko'rsatib beramiz. Nuvosi bo'ylari 1.20 atrofida ekan. Lekin ham yaxshi. Boshga tashlasa bo'laveradigan nuvos ekan akalar mana. Ko'rishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha hamma joyini ko'rsatishga harakat qilamiz. Keyingi nuvosimizni ko'rsatamiz. Bo'yi 1 metr 1.5 atrofida. Aka necha pul ekan bu? 16,5 savdosi bo'ldi. 16,5 million so'm ekan savdosi berilmayapti ekan. Mana shu nuvosimiz. Bo'yi 1.5 atrofida. Ana savdo bo'layotgan joylardan ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani bo'lsa aka 17,5 millionga olaman. Necha pul berdingiz aka? Faqatga 17,5 ga sotasiz. Aka necha pul berdingiz? 16 million 600 ming so'm beribdi aka. Bo'yi 1.5 1 metr atrofida bo'lgan nuvosimiz 16,5 million. Lekin ko'chati yaxshi ekan. 16,5 savdosi bo'ldi. Keyingi nuvoslarimiz bo'ylari 1.5 atrofida. Necha puldan ekan aka bular? 14,5 ga 18 savdosi bo'lyapti. 14,5 ga 18 million. Kichkinasi 14,5, mana bu kattasi aka 18 savdosi bo'lyapti, berilmayapti ekan. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mashina savdosi bo'lyapti. Yo'q. Hozirga. Aka necha pul ekan bu? Savdosi bo'lyapti. Necha pul? Jupiga. 30 million savdosi bo'lyapti ekan. Berishmayapti ekan. Hop. Ana katta ekan yurib. Necha pul ekan aka bundan? 5 bo'lsa beraman. Qancha berdi bozor aka? Bozor 13 qilyapti. 13 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Bo'ylar 5 atrofida. Nomer qo'yib qo'yamizmi? Ayting. 94lik 371 371 01 01 71. 71 ga keladi chiqasizlar. 13 million 7 qilyapti. 7 qilyapti. Ustiga yursa berasiz. Mana 13 million 700 ming so'm savdosi bo'lyapti. Zohidjon o'zingiz chiqadi. Zohidjon. Xo'p. Bitta qoldi qirg'izistondan kelgan. Bu ham bo'ldi. Xo'p. Sotildimi akalar? Necha pulga? 15 ga oldim. 15 ga oldinglar. 15 million so'mga akalarimiz olishdi. Shuni boshlaymiz. Bo'ylari 5 atrofida. 15 million so'mga. Ana savdo bo'layotgan joylardan ham ko'z harakat qilamiz nega chiqib qolsa. Aka necha pul berdingiz? 11,5 million. 11,5 million so'm akada savdosi bo'lyapti. Egasi ham olib qo'ygan mushara odam bo'lsa, mana YouTube'ga chiqib ketsa yangiroq berar. Necha pul deyapsiz aka buni? Necha pul deyaptilar o'zi? 15 million kam bor. 15 million 1,5 savdosi bo'lyapti. 15 kami bor narx aytilyapti. Mana aytganda bir yarim million so'm akalar savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Shunisi bo'ylari 1 metr felisida. Qara ketdik. Aka necha pul ekan bu? 7 million so'm narx aytilyapti akalar. Aka savdo bo'ldimi? Qancha? 15,5. 15,5 million so'm savdosi bo'libdi, berilmayapti. Kash navotimiz ko'chatimiz. Qani. Boqmolardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka necha pul ekan narxi? 25 million so'm narx aytilyapti akalar. Qancha berdi bozor aka? 21 berdi. 21 million so'm savdosi bo'libdi, berilmayapti akalar. Mana boqmoni ko'rsatib 120 kelishdi akalar. Bemalol 120 ga olaverasiz. Hop, keyingi boqmamizni ko'rsatamiz mana akalar. Bo'yi 18 atrofida. Necha pul ekan aka? Necha pul ekan narx? Qancha berdi bozor? 18 berdi. 25 million so'm kami bor.
18 milyon so'm savdosi bo'ldi. Berilmaydi. Bo'ldi. Hop, keyingi novosimizni ko'rsatamiz aka, gibridga o'xshab turibdi. Nechi pul ekan aka? 20 million. Qancha berdi bozor? 18,5 million savdosi bo'ldi. 20 milliondan ketilyapti. 18,5 savdosi bo'ldi akalar, mana boqma. Bu 120 atrofida bemalol chiqadi akalar, mana. Mana bu tomondan ko'rinishlari akalar. Ko'rishinglar mumkin. Zohidjon. Rahmat aka. Aka oldingizmi buni? Aka. Ha aka. Sotildimi bu? Nechi pul? Mana shu uchalasimi? 51,200. Mana shu uchalasi akalar. Zohidjon o'zi aka. 51 million 200 ming so'mga mana. 51 million 300 ming so'mga akalar. Siz oldingizmi tog'a buni? Sizniki bu mollar. 51 million 300 ming so'mga. Yana shakamniki sotilibdi mana. Barakasini bersin o'ganga ham sotsangiz. 51 million 200 ming so'mga mana shu uchalasi savdosi bo'ldi mana. Barakasini beraversin. Hop, keyingi boqma novosimizni ko'rsatamiz aka. Mana bu 122 atrofida 1 million. aka nechi pul ekan narxi? 30 million kam bor. 30 million so'm kami bor narx aytilyapti. Mana aka. Qancha berdi bozor aka? 27 million. 27 million. 2 million. Ha, 22 million. Ko'cha, to'yni. 6 oylik. Hali kuragiga yormagan. Yashiga yetgan yo'q. Mana aka. Rahmat aka. 22 millionga bor. Hop. 22 millionga bor. O mashina ham sotilganga o'xshayapti, ahvolini almashtirishyapti. Aka sotildimi? Aka, sotildimi? Nechi pulga? Aka nechi pul bo'ldi? 21 million 800 ming. 21 million 800 ming so'm bo'libdi akalar mana. Ko'rishinglar mumkin, mana shu ovozimiz ham Oqmon ovoz bo'yi 120 atrofida. Endi tariyozimni endi bilmadim, taxminan 300 kilo, 320 shunaqa atrofida chiqib qolsa kerak. Hop, keyingi ovozimiz akalar mana bu ham gibridga o'xshab turibdi. Aka nechi pul ekan bu? To'g'risidanmi? Nechi pul bo'lyapti savdosi? 20 yo 700? 20 million 700 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan mana shu novosimizga mana. Bo'yi 120 penistagi novosi. Oqmon novosi kelib bu ham. Ko'rishinglar mumkin. Bu ayz polvonni ham chiqibdi mana. O'zini egalari bo'lsa ma'lumotni yetkazib beramiz. Mana. Aka sizdanmi bu? Yo'q. Sizlardan emasmi aka? Narxini bilmadinglar? Ha, bo'ldi. Hop. Buni egalarini topguncha mana tayyorlik holidan bo'lsa ko'rsatishga harakat qilamiz. Nechi pul ekan tog'a bu? Nechi pulga chiqdi? 21 million so'mga chiqdi akalar. Bu 120 atrofidagi boqmoni bosimiz. Mana. Hop. Keyingi boqmamizni ko'rsatamiz. Aka nechi pul aka? 22 million so'm kami bor, bu 125 atrofida. Uzun. Qancha berdi bozor aka? 18 million so'm savdosi bo'ldi. Berilmaydi ekan, mana ko'rishinglar mumkin. Ha, orqasidan ko'rib chiqadi. Keyingi novosimiz aka. Nechi pul ekan aka? Yo'q, kam bor. Qancha berdi bozor aka? 22 yarim. 26 million so'm kami bor narx aytilyapti. Zohidjonov aka 22 yarim savdosi bo'libdi, berilmaydi ekan. Chiqmadi. 26 emi bor. Xo'p, Bahmon ovosidan serobagan ko'rsatib qo'yaveramiz. Nechi pul ekan aka? Qancha berdi bozor? 17 million 300, 20 million so'm kami bor, bo'yi 120 atrofidagi novosimiz 17 million 300 ming so'm savdosi bo'libdi akalar. Ko'rishinglar mumkin mana.
Ana savdo bo'layotgan joylarda. Necha pulga chiqdi aka? 19 milyon. 9 million 100 ming so'm aka savdosi bo'lyapti berilmaydi. O'yi 120 atrofida. 120 bemalol chiqadi. Boqmoni vossi. Ko'rishinglar mumkin. Qani bo'lmasa semizni vosidan ham egalari bo'lsa ozgina syomkamizga qo'shib ketamiz. Kimdan ekan bu tog'a? Sizlarmi? Necha pul narx aytyapsiz? Qancha berdi bozor? 23 million so'm savdosi bo'ldi. 30 milliondan aytilyapti akalar mana. Mana o'simizga. 30 milliondan aytilyapti. Bu ham boqma akalar, ozgina boqilgan. Yana darsi boqish kerak. 23 million savdosi bo'ldi. Mana akalar. Mashinalar ham ko'rsatib ketaveramiz. Aka sizdanmi? Qaysi Zohidjonov aka. Like'lar. Necha pul aka? 50 milyonga bermaydi. Lekin 8 milyon. Bu ikkalasi sizdanmi o'zi? Egasi yo'q. 50 millionga bermadi deyapsiz. Bermadi. Ikkalasi. 50 millionga kelib berilmoqda. Egalar yo'q ekan. Lekin akamiz ko'rgan ekan barakalaridan. Mana. Bu 120 plyusda ikkalasi. Mana ham sotilganga o'xshayapti. Aka sotildimi bu? Necha pulga? 22 million sotilgan shu bo'lsa sotilibdi. 20 atrofida. Ana semizlardan bo'lmasa, egalari boridan ma'lumot yetkazib beramiz. Shumi aka? 28 yarim savdosi bo'ldi. Trivazinga so'rashmadim. 28,5 million so'm savdosi bo'ldi. Tarozining yonidagi bo'ldi. 28,5 savdosi bo'ldi ekan, berilmaydi ekan mashinamizda ham. O'sha tarozining yonida ikkita 63 ming so'mdan sotilibdi, shularni ham borib ko'rsatib beramiz. Ko'rdinglar mana akalar. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'p. Qani? Shu yerda ikkita bor ekan. Mana mana shu tarozining yonidagilar 63 ming so'mdan sotilibdi deyishdi ekanlar taroziga. Shunday ham bir ma'lumot yetkazib berib ketyapmiz. Ana keyingi vositalarimiz egalari bo'lsa ma'lumotni yetkazib beramiz. O'z buni odam yo'q ekan. Foyda qilmadim. Aka sizdanmi? Narxini bilmadinglar? Xo'p, akalarimiz narxini bilishmas ekan. Aziz savdo bo'lyapti aka. Peshana emas, ya'ni xursand bo'ling. 65. Hozir shuni To'g'ri, Trival. yaxshi foyda ekan. 60500. Barbarak. O'sha. Qo'llar mashina bo'lmasa. Aka sizga yaxshi sotib bo'ldimi hozir? 60500 ming so'mdan kelib Trivazinga so'rashyapti, berishmaydi. Baraka deng. Aka baraka deng, siz yutasiz. Odam gapiga kirgisiz. O'shanada endi buni yutish. Meni sherigi bor buni. Yetdim ben o'g'lim. Endi aga biladi endi, xudo biladi endi. Buyoqqa necha kilodan necha pul bo'ladi? Shu. Uni tortib bering. Ha. Ha endi qolgani o'sha qoladi demoqchiman. Bu necha pul bo'lsa. Oyoqda patingalarga ham sikib ketib beradi. Patinga qilib qo'yadi. 6500 so'm bering, tortib bering. Bering. Barbar aka sotdi. Bu birdan Yo'q, aka qo'sha olmayman. Aka, xursandsan deb qo'ying 60500 so'm aka. Qarang. yashanadi. Mana qarang. Gapni tushunasizmi? Tushunaman. Mana qo'shib turadi. Mana shu sotib siz mana shu harakat qiling. O'zi mana shu borda o'zi bir 20 galam. Hozir tushunasiz. Azab bilan. Mana 3500 so'mdan kelib Trivazinga savdosi bo'ldi, berishmayapti. 61 ming so'mdan bo'lsa beraman deb 500 so'mga tortishyapti. Bo'ladi 120 dan plyus. Egalar 400 kilodan chiqib qolsa kerak endi 800 kilo. Yo'q, bag'dagi novoslarimiz ekan. Hop, keyingi novosimizni ko'rsatamiz. Tog'a sizdan bu narxini bilmadingizmi? Yo'q.
Buni egasi yo'q ekan. Keyingi novosimiz. Kimdan ekan akalar? Sizdanmi aka? Necha pul narx aytyapsiz? 100 million savdosi bo'ldimi? Necha puldan aka? 102 ming lira. 102 ming so'mdan so'yishga so'rashyapti. Bu ham sizdanmi aka? Yo'q. Ikkovi. Ikkovi 100 million so'm aka narx aytyapti. So'yishga 102 ming so'mdan. Mana akalar. Esa semirgan ekan, o'zi ham bo'lsa boribdi. 102 ming so'mdan trivazinga so'rashibdi. Ha, so'yishga berishga kelar. Berishmayapti ekan. Mana akalar. Hali yana semiz bo'lsa-da yana ko'rsatib beramiz. To'liq sotadilar. Hammasi bor. Olma sotadigan odam mana bo'lmasa Keyin bo'lsa akalar bular ham boqma ekan. Ha, boqsa bo'ladigan. Aka sizdan emasmi bu? Aka sizdan emasmi bu? O, buni egasi yo'q shekilli. Egalari bormi? Akalar sizlardan emasmi? Unisi-chi? Necha pulga oldingiz aka? 32,5 million so'mga olinibdi akalar. Mana shu novosimiz. Atrofda. Ko'rishingiz mumkin mana. 32 million so'mga olingan novosimiz. Mana.